Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Biz bugun Mirzo Ulug'bek rayonida Orientir choyxona salom. Choyxona salom mandan 100 metrdan oldinroqda joylashgan Orientir Maksim Gorkiy gostinitsa sayohat. Birinchi liniyada joylashgan obyektimiz sotuvga qo'yilyapti. Umumiy maydoni 9.3 sotuvdan iborat. Birinchi liniya, agar e'tibor qiladigan bo'lsangiz, fasadimiz 12 metrdan iborat. Plus pridomovoy zeleный zonamizga ega bu hovli. Demak, bu yerga 8 tagacha mashina bemalol sig'adi, даже 10 tagacha. Bitta e'tibor qiling, hamma yoqda нежилой коммерческий объект. Kafe, bakery, choyxona salom, korzinka и так далее. Bu yerda любой bir biznes aholiga ko'rsatsangiz bo'ladi. Gostinitsa ochsangiz ham tortadi. Men uverinman shu narsaga, chunki yonimizda metro liniyasi o'tgan. Biz hozir hovlining ichida chap tarafimizda kottejный городок qurilyapti. 7 ta 8 ta kottejdan iborat. Men bu yerda e'tibor beradigan bo'lsangiz, fasadimiz remontga kelib qolgan. Polni fasadni shilasizlar, qaytadan qo'rasizlar, chotki hovli bo'lib qoladi. Chunki suyaklari moshniy baquvvat qurilgan. Bu uyimizda 4 ta spalniy xona bor, 2 ta zal, bitta kaminniy zal и bitta kabinetga ega. Помимо этого yana полноценный podvalimizga ega bu hovli. Bu yerda esa 5 ta mashinaga yana дополнительный parkingimiz bor. Undan tashqari zimniy garajimiz ham bor и зеленый zona. Orqa hovlida